Yaxshi. Yaxshi. Nəhayət yaxşı. U begim bilan xo'jam choy poy ichib oramag'andan keyin mashq qilsizlar. Qani. Qani marhamat. Qani, o'ltasizlar. O'ltasizlar. Xo'sh qani. Xo'sh qani. Çambaşlıqda xeyli yetişib qapla. Yo'g'isi, sizning maslik çambaşçılıqlari qaltiskan. Jang Mingshing to'sma ulgurmay, mushtirning zarbisidan yer bilan yaksan bo'ldi. Bu hunarni o'ng'ayliqcha ishlatmayman. Jang Mingshing intayin usal nima ekan, shuni tetib qo'ydim. U o'ng'ay qutulib oldi. Menga mo o'gitib qo'ysa bo'pti ekan. Ma'qul. Məslik çambaşçılığıda düşmən qalaymı qallaşdırıldı. Məs qiyafətdə pəkni tallaş gerek. Qarab tuzla. Kuyumdun ay çıkırış. İşikini koldaş. Udur ki kolunu girerlektiriş. Üstüge. Bastağa. Tədrüsüge. Kikirdek deniş. Ama bunu asallıkçı işletmesi gerek. İşletişki doğru kelgen pekni dallabı kalbi kılıcı gerek. Her birilerinin gep sözleri bağım ekan. Bağaq. Obdan. Sal tahir qilib turishsizlar. Bekzode. Sirkavalı yağmurdan bahar kepti. Ağa. Qarasizlar. Jang Sirkavalı sizlarni taklif qilibdi. Boptu. Əməsi baray. Ağa, aldırmızlar. Qandaq deyla? Jang Sirkavalı bilan Jang Mingshing, Jang Qurbigining badi keldisi qo'yuq. Shu sababdan Jang Mingshing Mingju naisida o'ktamlik qilib yuriydi. Sizlar Jang Mingshingni qattiq tumbalılar. Sirkavalıning sizlarni taklif qilishida cho'qim sabab bor. Buningdan yomonlik birab turdi. Biroq Pekir peshvolarning Gundaxonistiki gunohkor. Uning ustiga Sirkavul peshvolarning ustidagi amaldor. Bahmisan bo'lamdi. Ammo Qo'qmislavkan. Pekir hozir qapaz ichidagi yo'lvoz, xalqning eligidagi odamman. Biroq u chekidan oshirib etsa, mening munosib choram bor. Hey, ağa. Qattiq ehtiyot qilsizlar.
Baş hocalar, kemini lilum hizmetlerge tayyor. Pekir bir palandı. Erzimeyin. Men bilen birlik qadam tashrif qilsizlar. Hoş. Bu yoqqa. Sal tahir qilib turadi. Bo'ladi. Begimge ma'lum bo'g'ay. O'sin keldi. Kirson. Xo'sh. Palandı olsun. Salamlı geldi. Turib. O'ltirib, azimat. Begimge köp rahmet. Boy bəstiniz taq turqumuzdan qaraganda yolvasını muşlab öldəgücülüğümüz var ekan. Pekir layakatsız men. Anlaşımca cam işini rasa dumbalapsiz. Bu gap rasmı? Ras. Yaraysız. Yaraysız. Qani o'tir. Jangjung degan mutaham to'la askilik qildi. Men shuncha ogohlandirsammi, so'zimga quloq solmay, aksincha meni dushman ko'rdi. Endi sizga tiz bukibdi. Bu ishdan hamma odam xush bo'ldi, men xalqning bir harbiy amaldori bo'lg'ach, Bahadur azimatlarni bakmo hurmatlayman. Sizni nəhayət usta çambaşçı, merdane adam deb danqınızını anlığandım. Bugün yağmurga təklif qilishimda 100 turani məsləhətlişdiğən mühim bir iş batdı. Begim, əmir qısla. Pekir təyyar mən. Olturum. Hoş. Yağmurumuzda bir neçə olan ba. Çambaşçılıqni öyrənməkçi. Sizni şulağa ustaz bu hünürünü öğütüp koyamikin deb çaqırıb edim. Bu işqa rayınız qandaq, Pekir günahkar mən. Şundaq. Bu iş toğrusida mening beşim qatqan. Amma mana yangu ambili şibigim havalı qilib edi. Vaqtincha Tağdək iltifat görüştüşübla. ixlos bilan kuch chiqasınız. Mendin sizga nap tegdi. 3 yillik jazo muddati toshqanda mingju kirasidan bir kishilik maoshal qilib beraman. Shunda qobiliyatlik azimatning biror yeri mansub bo'lmasa bo'lamdi. Qandaq deysiz? Cenablarının beşimli sılğallıqlardan pekir intayin minnettar mən. Xo'sh, qani. Ularni chaqir, mashqovulga salom bersin. Mashqovul. Hoş. Qani qani. Ochiq ko'ngil, azimatgansiz, azimat. Qani, kelinglar, ustozinglarga salom beringlar. Salam usta. Ha, turunla.
To'xta. Berib olmayap turinglar. Xo'sh. Hey. O'g'il bola degan yoqig'i chiqib, yig'lam degan, ha? Ma. Tura. Berib yuyinib ormag'in, ha? To'xta. Men degandim o. Ko'pi uyg'unishda dumbalinib, yiqilib pish kerak. Yengilib qolganda yig'ilsang, o qandaq o'g'ini? Amis nemish yig'ilding? Men. Abu. Ustozingda yo'shog'idek nemish bordi? Men. Qo'rqadiganim. Nimadan qo'rqsan? Meni urdi debmi? Men hech qachon shogirdlarimni urib boqmagan. Mening qo'rqadiganim. O Lilongda xo'jadarga aytsa, u meni so'yitdi. Ha? Degina. Sadi nima ish? U xo'jadarning jiyani. Hamisha bizim bo'zaq qildi. Bo'y bermasam, u berib chaqdi. Bugun atdigan xo'jadar meni 20 qamchi urdi. Chilishqanda yengilib bersan, qilyon demaysan dedi. Shunga yengilib qoldim. Bunday keyin baslashganda qandoq ur desam, shundoq urasan. Uqdingmi? Uqdim. Yaxshi. Yur. Sana bir necha hunar o'rgatib qo'yay. Ma'qul. Qadam tashrif qibla. Marhamat. Obdan. Taqsir, ko'zdan ko'chirgaylar. Xo'sh, qani. Ha.
Taksir, yol yürük begeyla. Yaxşı ekan. G'olamlar chamboshchilikqa qilib pishib qopdi. Qani, Xo'sh. har birisiga 2 sardin kumush in'om qilinsin. Xo'p. Mashqovul hunar o'rgatishga qili moyir ekan, moyir ekan. Yo'qsa, yo'qsa. Mashqovul Xo'sh. yağmurluğu kegili bir aydan açtı. G'olamlarni tarbiyalayman deb ko'p jafo chekdingiz. Bugun Jungchu bayram ekan. Kechda oy tomoshasini birga qilaylik, Janoblarga ko'p rahmat.
Yülen kız. Meşkavulga meytut. Hoş. Meşkavul. Hoş kene. Köp rahmet begim. Pekir'e icazet. Nemiş kaldırdınız? Begim balıçakları bilen aynı tamaş kılıp atkan yerde Pekir oңaysızlandı ekenmen. Meşkavul, nädigi gapni qildi ekansiz? Sizning batur mardligingizga havisim kelib, sizni o'z odam hisoblab olsam, yana nimaga o'ng'aysizlanasiz, ha? Yo'g'isi, mening ozroq Begimning siz bilan maslahatlashadigan ishi bor. xo'sh. Yulan, sen chiqib turgin. Birdamdan keyin sana deydigan gapim bor, ha? Xo'sh. Meşkavul, o'ltiring. Meşkavul, sizningcha boyqi naqshi aytgan Yulan qiz qandaqroq ekan? Yulan mening asrandi qizim. Bu yil 19 yoshga kirdi. O'zi hushyor, chechan, nag'ma navog'i mohir, qo'li apchil, to'limi chivar qiz. Siz o'zingizmi qaddi qomatlik, kelishgan, usti chambosh ekansiz. Ikkinglarga Xudo qo'shgan bir juft qo'shmoqlardan ekansizlar. Men sizning o'ylanmaganligingizni uqib, Yulanni sizga qo'shib qo'yay dedim, bilmadim. Sizning ra'yingiz qandoq ekan? Pekir gunohkor tursam, qanday qilib janoblariga kuyug'ul bo'la olayman? Bo'ldi. O'zir aytmayli qo'ying, ha? Ikkinglarni choy ishkizib qo'yib, 3 yildan keyin to'yinglarni qilsak, siz qandoq bo'la? Bu Darvaqa nikoh ishi umrlik ish. Mashqovulning o'ylang'ini tuzuk, ha? bu Ammo xanim ikkimiz bu gapni yaxshi ko'nglimiz bilan da'vatimiz. Men gapimdan hargiz yonmayman. Sizga ig'ir kagidek yeri bo'lsa, hamma ishni mana men ustimga olaman. begim bilan xenimning iltifotiga ko'p rahmat. Men rastilla Nima? Biror ishdan ansirab o'tamsiz? men o'ylanib boqay. Ruxsat qilsa. Xo'p. Hozircha aram eling, ha? Aram eling. Xo'sh. Xo'sh. Xanim, o'zlari birga baraydimlar. Men chiqib, Yulanga deb boqay. Marhamat. Hey Yulan, shuncha yillardan beri seni o'z qizimdek ko'rib, go'hardek asrab keldim. O'g'ilchon bo'lsa o'ylindi, qizchon bo'lsa yotliq bo'ldi. Ömür bo'yi qeyri qiz bo'lib o'tamaysan-da. Men bir ojiz qiz, to'y ishiga oldirib ketmaginim tuzuk. Shundoq. Begim bir qancha kishining gapini qilib edi, birini ko'ngli qara, birini payli yomon deb hech qaysisiga unamadim. O'zlari beshimni silg'ashqa bu kunlarga erisha oldim.
Bugün akşam billa ay tamaşası qilgan Meshqovul Vusun qandaqaroq kishgan? Onu yolvas öldürgen, katillik kılgan palandı dep anladım. O Jingyangda onu yolvas ötəgən Batur. Akısının antini eliş üçün 2 adamını ötəgəşkə, onu meşəyə palıp etken. Anlısam bu yerdim o Jiang Minshingni rasa dumbalaptı. Begimning Janjong bilan keldi badi stroqluq. Meshqovulni nemishqa yomilg'i taklif qilgandi. Begim o asl çambaşçı. Usta çambaşçı azmatlarni u bek izzatlaydi. Meshqovul palandı bolsumu az uçuraydigan Batur. Kam tepildigan mard. İkkinlaço bir-biringlarga loyiq, rizqinglar qo'shilgan qo'shmoqlar ekansizlar. Bu gapni begim tunugin menga devidi. Men darhol rozilik bildirdim. Bo'ldi, bu ishqa men o'zim ega. Sen xotirjam bo'lavergin. Ko'ngling geping bo'lsa, man kelib dersen. Özleri nemi dese şu. Men buyruqlarga bo'ysunaman. Yaxshi. Balduroq aramag'in, uzatmayli qo'y. Xo'sh. Hey, Begim ola. İşki taraplap mağala, ha? Mağal. Durun, mağala. Tezroq. Hamma ishni begimning degani bo'yicha qilib qaltisish yo'qdi. El qipalandi, endi uxlab tush ko'rsin, ha? Uzun palvan. Xon qiz, bu yerim kechida
Neymiş geldiniz? Akşam ay tamaşası qilganda sizni ko'rib, Batir azimatligingizga ko'nglimdan qayil bo'ldim. Bekir layakatsiz, günahkar adam ben. Han kızının tün kechida yo'qlab kelishiga arzimayman. Palvon, xato tushunib qolmang. Men sizga deydigan muhim ishim botdi. Her qancha muhim bo'lsa-mu, ayt desingizmi bo'ladi. Palvon, men uyga kirib deb beray. Men azaldan ochiq yo'riq odamman. Siz ko'nglingiz tuzug'ashqa, haqning tozig'iga tushib qilyapsiz. Tuzakka? Bu işte tuzakka herkes düşmeymen. Sizdan ansirab, xavf-xatarga qaramay bu yerga kelsam, menga ozor berib, nimalarni da'vatsiz. Palvon, beshingizga cho'ng balo qazo kelyotidi. Palvon, ehtiyot qiling. Oğru tutula! Oğru tutula! Oğur tutula! Oğur tutula! Oğur kaçtı! Oğur tutula! Oğur tutula! Oğur tutula! Oğur kaçtı! Oğur tutula! Oğur tutula! Oğur kaçtı! Onu tutun lan! Tutun lan! Tutun lan! Tutun lan! Tutana! Yürü! Ben Husun! Onu bakalım lan! Şuna bak lan! Kızımla karığı mı? Oğlunu tutmayı, beni tutamsılar. Kim geldi? Makul. Gapni begimning oldida qilishayli. Atmayın lan! Buna! Begimga ma'lum bo'lg'ay, o'g'ri tutildi. Begim, men o'g'ri tutqili chiqsam, bular o'g'rini qo'yib, meni tutib oldi. Shundoqmi ish qilamsizlar? O'g'rini tutsang, meli bilan tut degan gap bor. Uning o'g'riga melni qo'l ushadinglarmi? Xo'sh taqsir tek oqturmadik. Qamlashmagan ish. Xo'p. Qeni 100 lirani turibdimiz. Sizlar üstü beşimni aqtirib ko'ringlar. Agar mol tepilsa, har qanday jazoga roziman. Bu gap o'rinliq bo'ldi. Aqtirib beqinglar. Xo'sh. Bakın. Mana begim. Bağlala. Hop palandı oğri. Men seni adem bolsun deb beshingni silisam, moshundaq eski ishlarni qildingmi? O'g'ri deganning tuzalmigi taskan. Qani sizlar? Larabay. Buni qamab qo'yib chin saqlanglar. Tang atqanda naji yomilga avatib beramiz. Sizlar ziyonkashlik qilyapsizlar. Ziyonkashlik qilyapsizlar.
kella. Hocam. 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 Yaman bo'ldi. Hocalar, nima ish bo'ldi? Nima gap bo'lsa, aldırmaydızlar. U begimga qor chaplabdi. Ha, nima ish bo'pti? Cansur Kavul onunğa uyumdaki altın kümüşünü o'g'rildi deb töhmet qıptı. Bugün ettigen yağmoldu sonra qıptı. Rast yalğanlığını sürüştürmey, kıyın qısta qaptı. Hazır Uzun begimning o'lik tirikligi noma'lum. Meni de balağı kaldınız. Azaplandınız. Ben kukum talkan. Hatta hanı veren bolsam mı? Sizni çokum kutkuzumen. U begim yaxshi odam. Silimi mard yigit. Men qirimi siliga tang yugurishib beray. Ambal yağmılınımı Cansur Kavul bilen Canminshin indeki keltirib olgan. Silimi uni buni yo'qlaydigan bo'lsalar, Uzun begimni qutqizib qolg'ili bo'ladi. Şundak. Rahmet, hocalar. Derhal, yan bu kömüş tayarlısla. Bizim bir neçin indeki keltirip ağamını kutkuzup çıkaylı. Obdan. Hoca. Benim boz hoşunuza geldiniz. Sen kim? Meni Şeyh hocam kirgizgen. Sizden haber olaman. Şeyh hocam asır qayerda? Şeyh hocam sizni qutuldurman deb uyan buyan chepib yuriydi. Ular manga nima jazo bermoqchi? Necha kun bo'ldi Canminshin surkal va atrab qatirab xelisini setib oldi. Sizga o'lim jazosi berish qattiq tutdi. Şeyh hocamı kishilarni ishq silyapti. Oxiri nima bo'larkin tam? Uzun begim, siz ensirmang. Oldi bilan jarohating saqaysin, ha? Bu qissasini olmasam
Men odam bo'lmay ketay. Ambal begim, uzatmadım emise. Taqsir, turib qasla, turib qasla. Mavi işitbetçini şunç pulumla haşlap durup yanı pahalandığı kolluk kılıp atıdı. Sırkavul begim, mubada usunu ötemezden ince opalı bitediğen bolsa yolvasını takı koyu etkendekli şey olurdu. O çağda her işkimizge çoğun bir bala olurdu. Men bilen nime laqsı? Men 3-nji derjelik surkavul turuqluq. Bir aydın açtı. Ätidin keçkiçe palandyny mehman kıldım. Emdi kelip sen kurgan tozak vusunun cinneliş uyak tutusun. Aksinçe meni çiğep koyuvatıdı. Emdi ben kanda kılıma. Taksir, kemineleri Yana nime? Bəgən 3000 sə köməkçini vusunğa xaclap boldum. Senin çize onu menin melimni oğurladı deməklik bilen ölüm göküp qığılı boladı ikən də. Bir neçə min sə köməkçə bir adamla cinni sitvağlı bulatdı mı? Kalva adam kensə. Kuru begim, gap kıslıcı, gap kısla. Taqsir, sabr qısla. İş bu yerga yetkende başqa amalni qilsak, kerakli pulni janimiz tayyorlasa. Şundak, meyxana kolumuğa keladiganlar bolsa, her ili bigimge neçe min sə kömüş töp qıp durman, bunu da gap yok. Şuğunusi, usun Minju şəhərdən tirik çıxmısılı bulatdı. Bu iş bilen menin alakam yok. Yok olan iştahı endi arlaşmayman. Xotirjam bosla begim. Usunu ujuqtirishda sizlarga chang yuqtirmaymiz. Taksir, sirni çın saqlap arlaşmay bəsləli boldu. Rahmet begim. To'xtanglar. Bu ishni puxta o'ylab, obdan qilinglar. Xo'sh. Birinchidan, qo'l ostindagi cheraklardan birini ishlatishga bo'lmaydi. Xo'sh. Ikkinchidan, Minju shaharda qo'l silishga bo'lmaydi. Shundoq. Shuni aytib qo'yayki, insijin yo'q joyini tepinglar. Obdan. Faqat iz qoldirmaslik kerak. Uchinchidan, ish bitgandan keyin darhol menga xabar qilinglar. Esinglarda bo'lsin. Xo'sh, xo'sh. Yo'l ko'rsatganliklarga rahmat. Inim, biling. Ko'pni ko'rganning pami ko'p bo'ldi. Ish tugagandan keyin begimning iltifotiga rahmat aytasiz, ha?